Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Xitoydan Pinduoduo saytidan buyurtma qilgan tovarlarimni raspakowka qilamiz. 15 kunda yetib keldi tovarlar. Pochtagacha bepul yetib keladi. Kargo pulini to'laymiz. Xolos, kargo puli 1 kilogrammi $6 hisoblanadi. Qizim bilan o'g'limni ham bunaqa ochkilar zakaz qilgandim. Oddiy plastmassali ochki emas, ultrabinafsha nurlardan himoya qiladigan darajasini belgilab zakaz qilganman. O'zimga ham xuddi shunaqa chetlar temirdan juda ham sifatli ochki keldi. Sinmasdan yaxshi kargoda olib kelinadi. Siz ham o'rganmoqchi bo'lsangiz, Xitoydan buyurtma qilishni menga murojaat qilishingiz mumkin. Va bolalarimga kiyimlar zakaz qilgandim. Razmerini to'g'ri o'lcham olishlarini o'rgataman. Ko'pchilik razmerda adashishadi. Xitoy razmerida buyurtma qilishni o'rgataman. Biram sifatli jinsovka dvoyka zakaz qilgandim. Zo'r keldi. O'g'limga ham razmeri mos tushdi. Va mamlaqa qizimga ham ko'ylakcha zakaz qilgandim. 100 va 90 razmerda ikki xil zakaz qilganman. 100 razmeri to'g'ri keldi. 4 yosh qizimga. Sifatli upakovkalari ham bir chiroyli jo'natilibdi. Ranglari ham xuddi rasmdagi bilan bir xil holda keldi. Materiallari ham ayni bolalar uchun terlatmaydigan haba material ekan.